Dünya Uyghur Qurultayı, Kanada Uyghur Huquqini qo'llash qurilishi va Uyghur kishilik huquq qurilishining o'rtaq sahifxonligida tunji navbatlik Uyghur qonun muhokamasi oliy kengashi o'tkazilgan. 3-iyul kunidan 6-iyul kunigacha 3 kun davom qilgan mazkur yig'inga Amerika, Kanada va Angliyadan kelgan qonun mutaxassislari va advokatlar ishtirok qilib, Uyghur da'vosini xalqaro qonunlar orasida texim yuqori pallaga ko'tarishning yo'llarini muzokara qilgan. Mazkur yig'inning sohibxonlarining biri Kanada Uyghur huquqini qo'llash qurilishi direktori Mehmet To'xtapandining bildirishicha, yig'in 1 yildan ortiq vaqt tayyorlik bilan ochilgan bo'lib, uningda Uyghur da'vosidagi nuqtaliq muhim masalalar ustida strategiya planlangan. Uyghur qirg'inchiligini to'xtatish munbiri nomli tashkilotning a'zolari Urumchi qirg'inchiligining 14 yilligini xotirlash munosabati bilan Londondagi Xitoy bosh elchixonasi oldida namoyish o'tkazdi. Angliyada turishli bu guruh Xitoy ishg'olidagi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarning huquqlarini himoya qilish uchun qurilgan. Guruh a'zolari namoyishda Xitoyning Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchiligini aybladi. Yana bir tarafdan Avstriyadagi Uyg'ur jamoati Xitoyning Veynadagi bosh elchixonasi oldida namoyish o'tkazib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon turk xalqlariga qartilgan bostirishlarni to'xtatishni talab qildi. Xitoy Savdo Ministerligi bilan Tamojna bosh idorasi birlikda e'lon qilgan bir bayonotda atalmış davlat bexatarligi va manfaatini qo'llash uchun Galliya va Germaniya munosabatli buyumlarining eksport cheklamasining 1-avgustdan boshlab davlat kengashi tomonidan tasdiqlanganligi, munosabatli tijoratchilarning aloqador belgilama bo'yicha eksport ijozat rasmiyatini bajarishi hamda o'lka darajalik savdo tarmoqlari orqali Savdo Ministerligiga iltimos qilish kerakligi bildirilgan. E'lanishicha, Galliya va Germaniya kompyuter o'zigi va quyosh energiya batareyasining muhim xom ashyasi bo'lib, ikisi Yevropa iqtisodida intayin muhim deb qaralgan xom ashyo tizimligida ekan. Pakistan Tashqi ishlar ministri Bilawal Bhutto Zardari Pakistan Xitoydan olgan qarzlarni vaqtida to'lanmaydi degan andishalarga qarata Xitoyning qarz to'ziqiga tushib qolmaganligini aytdi. Zardari Xitoyning Pakistan qilgan yordamining ko'pinchasining mablag' selish yoki to'van o'simli qarz ekanligini bildirdi. Xitoy Shanxay agentligining xabariga qaraganda Zardari bu so'zni seshanba kuni Yaponiya ziyorati jarayonida Nikki Osiyoning ziyoratini qabul qilganda aytgan. 11-navbatlik Xalqaro Islom dunyosi yoshlar uchrashuvi bugun Anqaraning Qizilcha hammomida ochildi. Mazkur xalqaro uchrashuvni Aljeriyada faoliyat qilayotgan Tinchlik harakati tashkilotining yoshlar sho'basi, Turkiya Anadolu yoshlar jamiyati, Falastin Hamas yoshlar harakati qatorliq xalqaro ta'sir kuchiga ega tashkilotlar birlikda tashkillagan bo'lib, yig'inga Uyg'urlarmi taklif qilindi. Uyg'urlarga vakolatan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi tashqi ishlar bo'limining Arab islom allari aloqa munosabatlari mas'uli, Arab-Xitoy munosabati tadqiqotchisi Muhammad Amin Uyg'ur, Yangi nasl harakati raisi Abdusalom Tehlimakan, Xalqaro aloqa munosabat ishlarining moslashtiruvchisi Shafiq Ismoil qatorliqlardan tashkillangan bir hay'at ishtirok qildi.